Salom kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan shunday profil tayyorlaymiz. Qanday qilib sizning profilingiz bu yerda chiqishi mumkin, qanday qilib YouTube kanaliga joylanishi va shunaqa sizda profilingiz tayyorlashi mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Hammasini tushuntirib o'taman. Mana biz ko'p obunachilarimda ko'rganman, rostini aytsam. 1-2 shu paytgacha ko'p 100 dan ortiq profillarni tayyorlaganmiz. Buning uchun nima qilish kerak? Asosan shu videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz va kommentariyaga samimiy fikr qoldirasiz va Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yasiz. Asosiy ma'lumotlarni shu videoda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying, chunki u yerda asosiy ma'lumotlar joylangan. Agar Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz, sizning profilingiz tayyorlanish foizi 70% dan oshadi yoki 50%, 50, 60, 70 shular atrofida bo'ladi. Esse funk bate direto no coração.